Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Biz Qumqo'rg'onda 14-may kuni holatiga Xedveyni ko'rmoqchimiz. Mana bu yerda hozir dehqonni o'zlari gapirib beradilar. O'ral, qachon ekilgan? 1-mart kuni ko'chasi ekilgan yerga. Aha. Mart kuni ekilgan. 1-aprel kuni chiqdi oldi. Hozir nechta shu hosil turibdi tepagacha terish mumkin bo'lgan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 tane teksa bo'ladi. 15 dan tersa bo'ladi. Moganda mana hosili sirop, hosili ko'p. Mana. Mana hosil. Hosili juda ham mana sirop. Alloh barakasini bersin. Terib ko'ramiz. 1 2 ta 3 ta 4 ta 5 ta 6 ta 7 ta 8 ta 9 ta 10 ta 11 ta 12 ta 13 ta 14 ta 15 ta 16 ta 17 ta. 17 ta. Qani 17 tani hozir tortib ko'ramiz. Bir kilo 840 gram ha? Yo'q. 1 kilo 40 gram. 1 kilo 40 gram. Bir o'lchab ko'raylik uzunligini. 11,5 cm. 11,5 cm. Eng kichigicha Eng kichigi 9 cm. Hozir 1 kilo 40 gram. E'tiboringiz uchun rahmat.